Namangan shahar Yangi O'zbekiston massividan ko'p qavatli Novostroyka domimizni 7-etajda 50 kvadrat metrli 2 xonali kvartiramiz sotuvga qo'yildi. Hozir sizlarga uyimizni tanishtirib o'taman. Eshikdan kirishingizda koridor qismi, koridorlarga ham uyimizga to'liq holda gilamlarni solib, pardalarini elib qo'yishibdi. Bu tarafda bizning birinchi xonamiz, ko'rishinglar mumkin, juda ham keng, yotoqxona qilishga mo'ljallangan bitta xonamiz mavjud. Xo'p, hojatxona sanuzellari alohida. Bu tarafda bizda asosiy zalimiz, ko'rishinglar mumkin. Remontlari, kosmetika yangi qurilgan domladan bittasi. Bu tarafda balkon qismi, balkonlari ham katta, yo'l bo'yiga qaragan tarafda joylashgan. Xo'p. Hojatxona sanuzellarini ko'rsatadigan bo'lsam, ko'rishinglar mumkin. Vannalarini o'rnatib, kafillardan chiqqan. Bu tarafda bizda hojatxona qismimiz, ko'rishinglar mumkin. Xo'p. Oshxona qismimizga keladigan bo'lsa, oshxona mebellarimiz bor. Gaz plita, vitechka, mebel, areston va isitish uchun elektrichniy kotollari o'rnatilgan. Uyimiz to'liq holda отопление registrlari orqali isiydi. Xo'p, ushbu uyimiz sotuvga qo'yildi. Xo'p, narxini aytib o'taman. Narxi $7400. Oz-moz kelishadigan joyi bor ekan. Subsidiya asosida olingan uyimiz. Hozirgi paytda krediti 3.900.000 so'm atrofida chiqayotgan ekan. Kimga ushbu uyimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, uy egalarining nomerini pastda qoldiraman. Bemalol telefon qilib, kelib uyni ko'rib, naqd pul bilan baraka qilaman desangiz, o't beraman deb turibdilar. Bemalol qo'ng'iroq qilib, kelishilgan narxda ushbu uyimizni olishingiz mumkin. Barchani kanalimizda kutib qolamiz. Bizdan uzoqlashmay, yangiliklar halol bunda.